Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz ko'nglingizdagi inson sizga qaytish yo'llari ochiqmi? Qaytishga moyilligi bormi yoki yo'qmi, shularni ko'ramiz. Agar ochirim sizlarga manzur bo'lsa, like bosib, komment yozib qo'yishni unutmang. Qachonki bu videoga duch kelsangiz, o'sha vaqtdan sizlar uchun ishlaydi. Sizga to'g'ri kelsa oling, to'g'ri kelmasa sevgi bilan birgalikda qo'yib yuboring. Endilikda boshladik. Qalbingizdagi insonning sizga qaytish yo'llari ochiqmi? Qalbingizdagi insonning sizga qaytish yo'llari ochiqmi? Xo'p, bilaman, hozirda siz bu kutishdan charchagansiz. Bu holatda, ya'ni bu vaziyatda murakkab holat ko'rinyapti. Kartalarimizda nima deyapti? Partnyoringiz, aqlingizdagi kishi xafagarchilik, umidsizlikda turibdi. Bu insonning hozirgi paytlarda og'ir davrni boshdan o'tkazyapti. Chunki kartalarimizda bo'ron energiyasi chiqmoqda. O'zini topolmaslik, umidsizlik, asab, ruhiy bir siqilishni ko'rsatmoqda. Uning xayolida, muammolar ichida qolib ketganga o'xshaydi. Aqli ham, energiyasi ham shularni ko'rsatmoqda. Xo'p, keyingi karta. Xo'p, bu kartada, bu holatda juftingizni yo'llari ochilishiga vaqt talab qiladi. Hayotida ishlari yaxshi emasligi, ichida kuchli og'riq bor, ichidagi g'azab, alamini chiqara olmagan, juda ham g'azabdan yiqilgan kartalarda yana nima demoqchi? Partnyoringiz doimo bir xil muammolar ichida kezib yuribdi. Sizlarga ko'rinyapti degan umiddaman. Nima desam, bu kartamizda yana shu sababli u hech narsani o'zgartira olmayotgandek his qilmoqda o'zini. Uning bu tushkunligi hamma yo'llarini yopib qo'ygan. Bu yo'llar ochiladimi? Xo'p, bu yo'llar ochiladimi? Bu yo'llar ochiladimi? Ha, bu yo'llar insonni o'ziga maqsad tanlagan. Bu inson o'ziga bitta maqsadni tanlagan. Men bu vaziyatdan chiqaman degan niyatni qilmoqda. U muammolarni hal qilishdan yoningizga kelolmasligini uje anglab kelyapti. Aslida bu insonning yo'li ochiq, faqat harakati boshlashi kerakligi haqida gapirmoqda. Bitta qarorga kelib, oldinga qadam tashlasa, katta to'siqlari yo'q. Yana kartalarimizda shuni aytmoqdaki, bu inson o'zi doim bir xil muammolarda aylanib yurishini gapirmoqda. Qalbida qo'rquv, qila olmayman, bajara olmayman degan, asli esa yo'llari ochiqligini kartalarimizda aytib bermoqda. Hayoti, fikrlari uni orqaga tortganligi haqida gapirmoqda. Baribir bir kun kelib eshiklar ochiladi. Hozirda qorong'u holat, qorong'u davrda bo'lishi mumkin. Bir qadamni ammo tashlasa, ko'p narsalarni o'zgartirish haqida kartalarimiz gapirmoqda. Xo'p. Bu kartamizda nima demoqchi?
Agar sizlarni jiddiy sabablar bilan ayro bo'lmasangiz, yo'llaringiz hali to'liq yopilmaganligi, lekin uning harakati kerakligi haqida aytib bermoqda. Hayotida to'g'ri qarorlar qabul qilishini, muvozanatni ushlashi kerak. Bu inson, ya'ni aqlingizdagi kishi yo'llari ochiqligini biladi. Chunki kartalar faqat shular haqida juda ham ko'p takrorlamoqda. Ikkita kartamiz chiqdi. Xo'p, mak kartamiz bilan koroleva mechey. Ya'ni bu kartalarimizda nima demoqchi? Partnyoringiz yuqori ochiq, faqat bitta qarorlari shularni aytmoqdaki, ota-ona, turmush o'rtoq, ya'ni uchinchi shaxs, oilaviy muammolar bo'lishi mumkin. Muammolari lekin shu bo'ron, shu davrdan chiqib olsa, maqsadlariga aniq yeta olishini, yo'llarini ko'ra olishini inshaalloh aytib bermoqda. Juftingiz, partnyoringizni qaytish yo'llari ochiq. Nima bahonalar, muammolar bo'lmasin, bir kun bu muammolar yakuniga yetadi. Tarot faqat energiya orqali aytiladi. G'aybni esa faqat Alloh biladi. Bu fol emas, aziz obunachilarim, energiyangizni bilishdir. Keyingi kartani oladigan bo'lsak, xo'p, bu kartamizda nima deyapti? Juftingizni hayotidan chiqib ketgan taqdiringizda ham mashina bitta joydan qo'zg'ala olmayotgani kabi u ham hozir shu vaziyatda. Ammo kartalarimiz bizga nimalarni ko'rsatyapti? Yuksalishning ochilish davri yaqinligini aytmoqda. Faqat hamma narsa partnyoringizni o'zida ekanligini. Ya'ni inson nimanidir istasa, uni yo'liga hech narsa to'siq bo'la olmaydi. Aksincha, butun koinot unga yordam berish haqida gapirmoqda. Xo'p, bu kartamizda nima demoqchi? Kelishini istagan inson yoningizga keladi. Gaplashishni istasa gaplashadi. Sevishni istasa sevadi. Istak yuqori bo'lsa, yo'llar topiladi. Juftingizni biroz qaysarliklari bor. Nima desam, tezda odamlarning gaplari ko'ngliga tez oladi. Shu sababli energiyasini bu insonimizni ko'tarish biroz qiyin. Ammo shunga qaramasdan kartalarimiz sizga nima demoqchi? Uning kelishi yuqoriligini aytmoqda. Hozirda bo'lmasa ham biroz sabr qilsangiz, uning yo'llari sizga ochiladi. Bu yo'l necha marta yopiq bo'lsa ham, uning o'zi asosiy to'siq. Bu yo'lda qancha harakat bo'lishidan qat'iy nazar, bu to'siq aslida bu insonning o'zi. Uning ichki qo'rquvlari, bu to'siqlari, ming bora uzr, video uzilib qoldi. Xo'p, bu to'siqlar qanday to'siqlar? Asosiy to'siq uning g'ururi, ichki qo'rquvlari hamda qaysarliklari. Agar shularni jilovlay olsa, yo'llari ochiladi. Sevgi, nima desam, sizga qarab talpintirishini, yoningizga olib kelish haqida aytmoqda. Sevgi bilan qoling, hayot oqimiga ishoning deb umumiy kartalarimiz sizlarga maslahat bermoqda. Sog' bo'lasizlar.